ijtimoiy obyektlar, qurilishlar va albatta dolzarb muammolarni va rejalarni muhokama qilish har doimgidek jiddiy format. Kechqurun esa ko'hna Xiva ham kutadi. Qancha bog'cha, qancha maktab yangicha tizimda ishlaymiz. O'zim kelib qarab turaman. Siz menga полный отчетlarni berasiz. 97-yilda ko'chganimiz remont bo'lmagan. O'sha paytdan beri. Maktablarni yaxshilab beramiz. Juda rasm o'qib. Qancha maktab o'zi ta'mirlanadi sizda? Hozir Urganch shahar o'zida 10 ta maktab mukammal ta'mirlash kerak. Keyingi nasos, ichimlik suv ta'minlash. Ketdik. Yalla o'qib yurmaslik kerak-da. Olma tushmaydi og'izlaringga. 1.178 ta odamga suv yetkazib beradi. Eng kattasi shu magistralli bu. Voy. Lekin ahvoli shunaqa darajada. Nechinchi yilda qurilgan bu? 70-yil qurilgan. Trubada давление bo'lmasa agar uyga yetib bormayapti-da suv. Ichimlik suv bu hayot-ku. Agar buni to'g'rilab bersak, odamlarning kayfiyati ham oshadi. Xonqa tumani. Yopib tashlagansizlar bu qopchani. Avon yaqinda to'y bo'lyapti. Ha, to'y bo'lsin-ne? Muammo katta ekan-ku. Kalar 200 ta bolaga. 200 bola orqaga chiqadi. Chang. Siz direktor bo'lib turibsiz, lekin boshqa ishlamaydi. Kimnidir qurib yetadi, yuboradi xususiga, kimnidir qurib yetmaydi, yubormaydi. Shuni o'ylab shu 590 ta bolaga mo'ljallayapmiz-da. Har doim shu davlatimiz gullab yashnasin, Xudoyim otamizdan bosh bo'lib, sog' salomat bo'lib, sizlar ham har doim sog' salomat bo'lib yuringlar, Xudoyim. Sizlar ham sog' salomat bo'ling. Ochilganda mehmon bo'lib ketaman. Rahmat. Salom deb qo'yinglar. Xo'p, sog' bo'linglar. Rahmat. Menga natija kerak. Protsent qarayman. Sizlar ham o'zlaringga mas'uliyat olib, qisqa muddatda menga natijalar olib kelinglar. Erishasizlar bunga. Men ishonchim komil. Rahmat. Ko'rishguncha bo'lmasa. Xo'p, dadajon.